ben to'g'risi Barselonani kambeklarini, Real kambeklarini aniq o'zimcha solishtirdim-da. Barselonani kambeklarida o'sha kambekka hali ishoralar bordi. Realniki o'z bo'lib qo'yadi. Juda ko'plar bir g'alati bo'lgan. Benzema bu narsalar ko'p bo'lganiga borib Florentino Perez hamma qarorim to'g'ri deb o'ylaydi. To'g'ri bo'lib kelgan, lekin oxiridagi 3 yilmi, 4 yildan beri jamiyat qilayotgan transferlarni tekinga oladi. Mbappeni tekinga olaman deb umuman timing noto'g'ri qo'ydi. Benzema bilan o'ynasin edi Mbappe, zo'r davri kelardi. Vini chiqmagan payti edi hali gullab. O'sha joyiga kelardi-da. Ben Fransiya terma jamoasi esa o'zim ham sharhlagan. Millatlar ligasini olganda nima qilib tashlagan ikkalasi? Ikkalasi hal qilib tashlagan. Chunki Mbappe ham o'sha paytlar pas bilan zo'r edi. Benzema endi buni yaxshi ko'radigan bo'ldi. Lekin Vinicius bilan hay chiqdi. Eng noto'g'ri paytda olib turibdi. Hamma muammo chiqqan, haligacha bu muammo bor. Chap qanot Vinicius katta bo'lib qoldi. Mbappe kelguncha Mbappeni hujum chizig'i shuni qilayotgan Perezda va unga hech kim tushuntirmayapti. Mana bu Kroos bilan Modrichdagi futbolchi ketib turibdi, o'rniga bironta futbolchi olinganini ko'rdingizmi? Ya'ni shunaqa formatda aqlli futbolchi deylik. Oxir Gullerga kuni qoldi. Gulleri kuchi yetmayapti. Fizikasi boshqasi, anaqasi bor, IQsi bor. Shuning uchun Alonso majbur uni o'ynatdi. Alonso shuni o'yladi, o'zi bekorga kela solib, shu Ardani ushlab olganning asosiy sababi shu edi. Subimendi degan Subimendini o'zi ham Realga kelaman tayyor turgan paytda qarasa harakat bo'lmayapti, Arsenal olib ketdi. Endi bunaqa qilmagandan keyin xohlagancha yutib olamiz, deveradi va endi hozir 4 yil oldingi tarkib bilan hozirgi tarkibni olsangiz